16, 17, 18, 20 yoshli yigit boshqalardan ajrab turgisi, o'ziga yarasha statusi bo'lgisi kelishi tabiiy. Chunki sog'lom yigit shuni orzu qiladi, shuni niyat qiladi. Lekin ishon mujik, ukam. Boshqalardan ajrab turish uchun hammani qo'ldan keladigan ish qilma. Sigaret chekish hammani qo'ldan keladi. Даже ishi yo'q, alkashni ham qo'ldan keladi. Hammaga qiyin bo'lgan, qo'ldan kelmayotgan ishni bajarishga harakat qilsang, ajraysan. Ana o'sha status deyiladi. Ichingda ego borda. Tashqaridagi senni gaplariga e'tibor berma. Ichkaridagi menni yengishga harakat qil. Ichkaridagi men senga sigaret chekishga majburlaydi. Ili majburlamaydi. Tanla, o'sha ichkaridagi menni yaxshi tarafga yengiganda keyingi etapga chiqishga harakat qil. Baxtli bo'l.